Assalomu alaykum, siz QR kod kanaldasiz. Bugun tarixda ro'y bergan eng g'alati, eng ishonib bo'lmas 3 voqeani ko'rib chiqamiz. Siz bularni ilgari eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Tayyormisiz? Unda boshladik. Birinchi voqea. Raqs balosi. 1518-yil, Strasburg, hozirgi Fransiya. Bir ayol ko'chada raqs tushishni boshlaydi va to'xtamaydi. Bir necha kun ichida yuzlab odamlar unga qo'shiladi. Ular tunu kun raqs tushishadi, to hayotlarini yo'qotgunlaricha. Bu voqea Dancing Please deb nomlanadi va tarixda haligacha izohlanmagan jumboqlardan biri bo'lib qolmoqda. Rasmda raqs balosi 1518-yil Strasburg voqeasi ko'rsatilgan. Ikkinchi voqea. Napoleon va quyonlar. 1807-yilda bo'lib o'tgan voqea. Napoleon bir g'alabani nishonlash uchun katta quyon ov qilishni rejalashtiradi. Minglab quyonlarni ov uchun qo'yib yuborishadi. Ammo quyonlar qochish o'rniga Napoleon va uning zobitlariga qarab yugurib kelishadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Minglab quyonlar Napoleonni quvib chiqaradi. Rasmda esa shu tasvirlangan. Uchinchi voqea. Rim fillari va fiasko. Qadimgi Rimda jangovar fillar ishlatilgan. Bir jangda fil bo'lgan bo'limni hujumga o'tadi, lekin fillar to'satdan cho'chib, ortga qarab yuguradi. Ular o'z savdoshlarini ezib tashlaydi va jangda fiasko yuz beradi. Tabiatning kuchi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Ha do'stlar, tabiatning kuchi bilan hech qachon o'ynashib bo'lmaydi. Bu voqealar tarixda rostdan ham ro'y bergan. Sizga qaysi biri eng g'alati tuyuldi? Izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va esda tuting. Bu QR kod har doim yangi va noodatiy.